Tasavvur qiling, siz Minecraft o'ynab o'tiribsiz, vijivaniyalar qildingiz, uy qurdingiz, ammo lekin sizni serveringizga g'alati bir o'yinchi kirsa, o'zingizni qanaqa tutardingiz? NotWilliam tarafidan olingan bu videoni men sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. NotWilliam hayron qoladi va unga qarab shu gapni yozadi. Nima? Sen kimsan? NotWilliam mana bu gapni yozadi. Nima? Errormi? Keyin bu NotWilliam hayron qoladi va Error Store'ni qidirishni boshlaydi. Ammo qidirayotgan natijalari unchalikka bormaydi, chunki uni topolmaydi. Bu xatolik emas. Men seni haqiqiy ismingni so'rayapman. NotWilliam uni javob bermaganini ko'radi. Keyin u yana yozadi, lekin foydasi bo'lmaydi. O'sha Minecraftda tunam bo'lgandan keyin u uyiga boradi. Uyni yonida ham hech kim yo'q edi. Shunda u iltimos, bu yerdan chiqib ket, men bir o'zim o'ynashni xohlayman deydi. Oradan biroz vaqt o'tadi va NotWilliam uzoqqa qaraydi va hayron qolib chatga yozadi. Bular nima? NotWilliam o'zida kuch to'plab o'sha Redstone tarafga boradi. Sen bularni qo'yib ketdingmi? Deb yozadi. One eternity later. Oradan ancha vaqt o'tadi va aytadi, hech bo'lmasa menga o'zingni ko'rsat deydi. NotWilliam ozginadan keyin shokka tushib qoladi. Buni ko'rgan NotWilliam vahimaga tushmasligini o'ziga o'zi aytdi va yana kuch to'plab uni yonigacha boradi va unga qaraydi, atrofdan nazar soladi. U rostdan Error Store edi va uning orqasiga ham qaraydi va Errorga qaraydi. Error umuman joydan siljayotgani ham yo'q edi. Bunga hayron qolib, "Hey", deya undan javob yo'q va "Bu senmisan?" deydi. Yana javob yo'q. Oradan biroz vaqt o'tadi va "Men o'ylashimcha, sen afkisan" deb yozadi. Nimaga bular tushunmaydi axir? Bir haftadan beri qancha tirikchilikdan qoldiryapti bular aka? Agarda siz shu joygacha videoni ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Va biz buni ikkinchi qismini chiqaramiz, qachonki 20 ta like dan so'ng.